Sabab har xil sabab bo'lishi mumkin, vaziyatga qarab. Misol sanab bera olasizmi? Masalan, birinchisi ko'pchilik qizlar hozir nozlanib ketgan, to'g'risi. Nozlanganda qanday o'zini tengdoshini qidiraman deb har xil sabablarga ko'ra ko'p bolalar mensimayapti, qo'pol aytganda. Yana boshqa sabablar ham bor. Pul tomonlama, masalan, yigit kishida ozgina pul tomonlama muammo bo'lib qolsa, qizlar tashib ketyapti. Chiroy tomonlama. Har xil sabablar ko'p-ku. O'sha hozir endi asosiysi sabab berdim, eng ko'p uchraydigan sabablarni. Shu. O'zi qiz va o'g'il bolalar uchun ideal turmush qurish yoshi necha yosh deb o'ylaysiz? O'g'il bolalarda 25 bilan 27 ni orasi deb o'ylayman o'zim. Chunki 25 yoshgacha bolalar kalta o'ylaydi ko'pchilik bolalar. Kam, to'g'ri fikrlaydigan, to'g'ri keng o'ylaydigan bolalar kamda 25 gacha. Asosiysi 25 dan 27 orasi deyman. Undan uyog'i uch kechda uylanishga. Qiz bolalar uchun 19 bilan 22 ni orasi deb o'ylayman. O'zim. Endi o'z fikrimda. Sabab yosh qizlarni o'sha rasxodlar ko'p narsa so'rashi, deylik, endi mahrga anaqa so'rashi, deylik, giylik so'rashi, yosh katta ayollarda endi ajrimlar bo'ladi. Masalan, ajrashgandan keyin ular ham hali yashash davom etadi, hayot davom etadi. O'shaning uchun o'zlariga imkoniyat berishi va shu yosh bolalar bilan qanaqadir til topishi. O'zi qiz va o'g'il bolalar uchun ideal turmush qurish yoshi necha yosh deb o'ylaysiz? Men o'ylayman 30 yosh. Ikkalasi uchun ham 30 yosh atrofida, 32 yosh, 28 yosh. Chunki ular hayotda qiyinchiligini ko'rgan bo'ladi yoki atrofni kuzatgan bo'ladi, ko'p narsaga aqli yetgan bo'ladi. Masalan, ishda, o'qishda bilim orttirgan bo'ladi, keyin shu kengroq fikrlaydi deb o'ylayman.